1935-yilda tashkil topgan Forish tumani mana bugungi kunga kelib turizm salohiyat nuqtai nazaridan respublikadagi eng yuksak va hali o'rganilmagan va hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan turistik obyektlarga boy hudud hisoblanadi. Aynan mana shu hududga kirib keladigan bo'lsak, birinchi navbatda Forish tumaniga kirishimizda Qoratosh qishlog'i va chap qo'lda Qoratosh qishlog'i keladi va Qoratosh qishlog'i aynan mana shu Purvuqor Nurota tog'larining etagida joylashgan Navoiyning Nasoiyul Muhabbat nomli devonida keltirilgan 700 ta mashhur avliyolar bor. Aynan shu 700 ta mashhur avliyolardan bir qanchasi aynan shu Forish tumanidagi avliyolar dafn etilgan ziyoratgohlar sifatida ham e'tirof etiladi. 12-asrning 70-yillarga tegishli bo'lgan bu ziyoratgoh Xo'ja Bobon ota ziyoratgohi deb nomlanadi va aynan Xo'ja Bobon ota ziyoratgohi Qoratosh qishlog'i yonida joylashgan va Nurota tog' tizmalari etagida mana bu ko'rib turganingizdek Xo'ja Bobon otaning tomonidan barpo etilgan bog'. Aynan mana shu bog'da yoshi 1000 yoshdan oshgan tut daraxtlari va shuningdek yong'oq, o'rik va boshqa ko'plab mevali daraxtlar borki, aynan bu avliyo joylashgan avliyo bog' bor qilgan joyda juda ham bir ajabtovur doimo bir xil tarzda suloq aynan cho'l va dasht hududidan voha hudud kesishgan joyda juda ham nabotat olami nisbatan kam bo'lgan hududga kelib o'sha joydan charchab kelgan odam bu yerga kirib kichik mikroavozisni bog'ni ko'rib hayratda qolganligi hammada ham bu hayrat tuyg'usini odamning ichida shakllantiradi. Aynan bu narsani biz mana shu Xo'ja Bobon ota ziyoratgohi bog'ida ham ko'rishimiz mumkin. Bu Xo'ja Bobon ota ziyoratgohidan tashqari aynan biz yuqorida aytib o'tgan Alisher Navoiyning devoniga keltirilgan avliyolar sifatida Mo'jin qishlog'idagi Hazrati Zaynobiddin ziyoratgohini va shuningdek Andagan qishlog'idagi Hazrati Eshon xalifa ziyoratgohi va Garasha qishlog'idagi Mavlona Hazrati Girekushoh ziyoratgohlarini ham aynan mana shu avliyolar nomlari zikr etilgan ziyoratgohlar sifatida e'tirof etiladi va shuning uchun ham bu ziyoratgohlar respublikamizda nihoyatda mashhur va bugungi kunda ham endi sekin-astalik bilan ushbu ziyoratgohga tashrif buyuruvchi kishilarning sonining ortib borishi va bu orqali esa Forish tumanining o'ziga xos tarixi, ziyoratgohi va umuman moddiy va madaniy yodgorliklariga oid bo'lgan ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lib bormoqdamiz.